Assalomu alaykum Toshkent dengiz oromgohi kuzatuvchilari. Qashqadaryodan kelgan dam oluvchilarimizdan fikr mulohazalarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Dam oluvchilar, opa-singillar, amakilar, tog'alar. Bu yerga birinchi marta kelishim. Juda yaxshi. Nimalari, muomalalari yaxshi. Hamma narsani vaqti-vaqtida oyijon bu xonaga borasiz. Dolajon bunga borasiz, mehribon. Hamma narsalari odam havas qiladigan darajada. Men hayotimda birinchi marta davlenam shu yerga tushib normal bo'ldi. Men shunga juda xursandman. Bularni tillari shirin, muomalalari hamma narsa joyida, mana hamma narsa yetarli. Sinovat suvlardan chirdiribmiz. Ularga murojaat qilsa labbe oyijon deb, labbe onajon, labbe dadajon degan tillari juda yoqishdi. Birinchi marta muomalalari, hammasini muomalalari yaxshi. Hamma havas qilgidek arziydi. Necha marta bunday san'at go'laya bo'lgan bo'lsa, men bunday shart-sharoit ko'rmaganman. Biza ham guvohi bo'ldik. Qo'shilarni tinglagan. Oshxonalari, muomalalari, ovqatlari juda mazali, shirin, ajoyib, to'yimli, ortig'i bilan to'yib ketamiz. Hammasidan ham birinchi marta, birinchi kunda bularning muomalasi. Birinchi marta bularning muomalasi. Nargizaxon, Dilafruzxon, shoira, Modiradegan, Irina, hammasiga rahmat. Mavluda opa, ularning muomalalariga juda tasannolar aytamiz, tashakkurlar bildiramiz. Rahmat. Hammasiga rahmat. Xudo sog' salomat bo'lsin. Boshqa oblastdagilarni ham taklif qilib qolamiz. Nasib bo'lsa qayta kelish bizga ham nasib qilsin. Qayta kelaylik, bizlar bizning xizmatimizda bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Oilasini baxtiya, farzandlarini baxtiya.